شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات من الهدى والفرقان. Odatda usul ko'p, fazilatga boy bo'lgan, mag'firat ham barakat, rahmatlarga liq to'lgan, jannatlar keng echilib, do'zax mahkam taqilib, yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. صدق الله العظيم. Namazdagi aylanishmi qalb ham jismida ana shu xil kayfiyatning bo'lishini bildirdi. Mana bu dal namozning ruhi bo'lib hisoblanadi. Hadisda bayon qilinishicha, bir qitim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birisining namoz o'qiyotganligini va namoz jarayonida to'xtamay saqini o'ynayotganligini ko'rganda, navoda qalbda aymanish bo'lgan bo'lsa, jismoniy a'zolardimi aymanish bo'lgan bo'ladi degan edi. Xuddi mushu hadisda bayon qilingan o'xshash, garchi aymanish qalb bilan munosabatli narsa bo'lsa-mu, ammo uning ta'siri butun jismini chulg'ib oldi. Shariatda bir qism namoz adablari belgilangan bo'lib, uningda qalbdagi aymanishga yordamchi bo'lish, shundaqla aymanish tuyg'usini kuchlik yoki ojiz bo'lishiga tashqi o'lcham bo'lish maqsad qilingan. Namoz jarayonida o'ng so'liq qarmaslik yoki osmonga tikilmaslik dal ana shu adablardan biri hisoblanadi. Iymondan keyinla musulmonlarga eng avval buyurilgan ibodat qaysi ibodat? Qani ekran oldi savodoshlarimizdan kim eng tez va eng to'g'ri javob bera oladi?